Shaxsiy brend qilmang. Shaxsiy brend sizga umuman yarashmaydi. Ayniqsa Instagram yuritmang. Agar siz umuman o'zingizni hozirgi paytda boshqalar oldidagi shaxsiy profilingizni shakllantirmagan bo'lsangiz. Shaxsiy profil nima? Bugungi videomizda sizlar bilan shaxsiy brendingizni nimadan o'zi boshlash kerak? Shaxsiy brend o'zi sizga kerakmi? Shaxsiy brend qurib nimalarga erishsa bo'ladi? Shaxsiy brend qurish deganda odamlar o'zi nimani tushunyapti? Shu haqida gaplashamiz. Bu hayotga kelganimizdan keyin bizda hammamizda allaqachon shaxsiy brend bor. Mahallamizdagi o'rtoqlarimiz, maktabdagi sinfdoshlarimiz yoki uje biz allaqachon tug'ilgan paytimizda bizni birinchi shaxsiy brendimiz bu ota-onamiz, ya'ni mana bu insonni farzandlari degan ot bilan boshlanadi. Keyinchalik sizni o'zingizni qilmishlaringiz, yutuqlaringiz yoki xatti-harakatlaringizdan kelib chiqib, sizni profilingiz shakllanishni boshlaydi. Ya'ni bu bola shunaqa bola, bu bola shu narsalar qilgan yoki shu narsalarga erishgan yoki shu ishlarni qilyapti degan har xil mish-mishlar va sizni portretingiz shakllanadi boshqalarning nazdida. Mana shu narsa sizning shaxsiy profilingiz, shaxsiy brendingiz. Ya'ni shu paytgacha bizda hammamizda allaqachon shaxsiy brend bor. Faqatgina endi siz buni Instagramda boshqalar o'zini yutuqlari, harakatlari yoki qilayotgan ishlarini aytib yoki bilgan bilimlarini o'rgatayotganini ko'rib, mana bulargina shaxsiy brend yurityapti, menisi yuritmaganmi degan xulosaga kelyapsiz. Bitta o'ylab ko'ring, shaxsiy brendi juda ham kuchli bo'lib, lekin umuman Instagram ham, YouTube ham, Telegram ham yuritmaydiganlar bor. Yoki teskarisiga Instagram, Telegram, YouTube'lar yuritadi, lekin aslida shaxsiy brend umuman mavjud emas. Ya'ni ularda odamlar millionlab ko'rishi mumkin. Minglab layklar, kommentlar yozishi mumkin, lekin ularda aslida shaxsiy brend profili, portreti mavjud emas. Misol uchun, biz ba'zida eshitib qoladigan oligarx boylar, siyosatchilar yoki mafiyalar. Mana shu odamlarni biz hattoki tanishini tanimasak ham, ular haqida qaysidir ma'noda tushuncha egamiz. Ularning obrazini biz bilamiz. Ular qanaqa xarakterda, nimalar qilgan, nimalar qilishyapti yoki nimalar bilan shug'ullanishadi. Mana shu shaxsiy brend. Ular hech qanaqangi tarmoqlarda mavjud bo'lmasa ham, allaqachon ularning qilayotgan harakatlari duv gap bo'lgan, hamma orasida gap bo'lib, eshitilib, sizgacha yetib kelgan. Shunday odamlar bor, ijtimoiy tarmoqlarda faol, kuniga 10 ta kontent qo'yadi. 100 ta reels qo'yadi. YouTube'da tinimsiz stream qiladi kerak bo'lsa, har doim aktiv, lekin ularda siz yoki 10 ta 15 ta odam tanishi mumkin. Taniganlar ham agar ko'p bo'lgan taqdirda ham, u odam o'zi aslida shaxsiyati qanaqa, nima ishlarni qo'llatgan, nimalar qila olmagan, nimalar qilgan hech kim bilmaydi. Faqatgina qo'yayotgan kontentlarini boshqa odamlarning vaqtini o'g'irlaydigan qilib, sifatsiz nimadir neavtorskiy kontentlar qo'yayotgan bo'lishi mumkin xolos. Demak, shaxsiy brend nimaligini tushundik. Bu Instagramdagi sizni obunachilaringiz emas yoki YouTube'dagi kontentlaringiz soni, ko'pligi, kamligi yoki prosmotrlardan emas. Bu haqiqiy sizni shaxsiyatingizni qancha odamlar qayerda, qanday obrazda bilishi, sizni haqingizdagi odamlarda portretidan shakllanganmi yoki shakllanmaganmi? Ular ijobiy ko'rinishdami yoki sizni qanday tanishadi? Qaysi ishni mutaxassis sifatida bilishadi yoki qaysi ishlarni qo'llatmaganligingizni ular nazdida, miyasida obraz shakllantirib qoldirganligi haqidagi narsa. Tasavvur qiling, endi yaxshi shaxsiy obrazingizni sizni butun mahallangiz yoki do'stlaringiz biladi. Qaysidir ma'noda sizni yaxshi oshpaz deb bilishadi, qaysidir do'stingiz sizni yaxshi mashina haydaydigan, shu stri, shu mahir deb o'yladi. Qaysidir tanishingiz sizni zo'r, sizni kasbingiz bo'yicha mutaxassis deb biladi. Xullas, определенный son odamlar bor. 1000 tacha, 500 tacha. Mana shu odamlar sizni shaxsiyatingiz haqida qisqacha bo'lsa ham ma'lumotga ega. Qaysidir tomondan ular bilan kommunikatsiya qilganingizdan kelib chiqib. Ana endi sizning vazifangiz Instagram yoki YouTube orqali, balkim Telegram, hattoki boshqa Pinterest bo'lsa ham shu internet orqali mana shu shaxsiy obrazingizni ko'proq odamlar tanishishga harakat qilish, ya'ni shaxsiy brendingizni ko'proq odamlar bilishini, ko'lamini oshirish. Agar shu mahalladagi 500 ta odam bilgan bo'lsa, ana endi siz Instagram, Telegram, YouTube kanallarini ishlatib, balki millionlab odamlarni miyasida sizni shaxsiy brendingiz, ya'ni shaxsiy obrazingiz haqida ma'lumotni qoldirish. Internetda tanilgan odamlarni men doim ikki turga bo'linaman. Bu birinchisi real hayotda allaqachon shaxsiy brendi juda ham kuchli bo'lgani uchun uni odamlar internetdan izlab topib, ana shu hayotdagi obrazini endi internet orqali osonroq kuzatib boraman, u odamning shaxsiyatini yaqinroqdan o'rganaman deydi. Misol uchun, futbolchilar, Ronaldo 600 milliondan oshiq obunachisi bor. U odam Instagramga kontent qilgani uchun mashhur bo'lib ketmagan yoki YouTube'da zo'r kontent qilgani uchun obunachilar ko'paymagan. U hayotda o'zi zo'r futbolchi bo'lgani uchun, hayotda o'zi shaxsiy brendi kuchli bo'lgani uchun va qilayotgan ishlari boshqa odamlarga kuchli motivatsiya bergani uchun, qiziqarli bo'lgani uchun Instagramda u odamning shaxsiyatini,
hayotini yanada yaqinroqdan kuzataman deb odamlar obuna bo'lgan. Ana endi teskarisiga siz umuman hayotda boshqa ish bilan shug'ullangansiz, internetga kirib keldingiz, blogerlik bilan shug'ullanishni boshladingiz, siz Instagramda tanilishni boshladingiz. Aslida siz hayotni mingtacha odam bilgan, lekin Instagramga umuman boshqa faoliyat bilan kirdingiz, endi sizni millionta odam ko'rishni boshladi. Bu narsa shaxsiy brendni ijtimoiy tarmoqda yangi obraz bilan shakllantirib, bu tomonga endi haqiqiy hayotdan sekin-sekin obro' orttirishni boshlaysiz. Chunki siz internetga o'zingiz ishingizdan tashqari boshqa faoliyat bilan qiziqarli narsalar qo'yyapsiz yoki kulgili narsa qo'yyapsiz, foydali narsa qo'yyapsiz. Ana endi hayotda ham sizni ko'rgan odamlar shu internetda qilayotgan harakatlaringiz uchun sizni hurmat qilishni boshlaydi va sizni hayotda ham shaxsiy brendingiz kuchayishni boshlaydi. Ya'ni ikki tomondan yursa bo'ladi. Agar siz hayotda rostdan zo'r nimadir qo'yayotgan bo'lsangiz va siz u narsani internetda ham ko'rsatasiz, to'g'ri siz hayotda zo'r narsalar qilganingizni yoki teskarisiga siz internetga kirib kelasiz va internetdagi eng zo'r konkurensiya qila oladigan kontentlarni qilasiz va sizni odamlar ko'chada tanib, siz internetda zo'r narsalar qilasiz deb shaxsiy brendingizni hurmat qilishni boshlaydi. Ya'ni bizda ikkita yo'l bor, bildik. Hozirgi paytda shaxsiy brend qurayotganlarning asosiy xatosi ikkala yo'ldan ham yurmaslik. Yoki hayotda o'zini ishini zo'r mutaxassis emas, misol uchun zo'r santexnik emaski, o'zini qilayotgan ishlari boshqa odamlarga qiziqarli bo'lishini ko'rsatib bera olmaydi yoki qanchalik zo'r mutaxassis ekanligini qo'yib, aytib, o'rgatib boshqalarga ayta olmaydi va o'zining mijozlari ham uni servisidan minnatdor bo'lmagani uchun battar mana shunaqa minnatdor bo'lmaydigan klientlarni ko'paytirib yoki negativ bosimini oshirgandan ko'ra lishli brend qilmay qoladi. Bizda demak ikkita yo'l bor. Yoki shaxsiy brendingizni hayotda juda ham zo'r qilasiz, ya'ni qilayotgan ishingizni rostdan zo'r qilasiz, sizning mijozlaringiz sizdan mamnun bo'lishadi, siz haqingizda otziv berishga tayyor bo'lishadi, qilayotgan ishlaringiz rostdan sifatli, zo'r, boshqalar hayratlanadigan yoki shunday professional qilasizki, uni ko'rsatsangiz boshqalar o'rganmoqchiman deydigan darajada qiziqarli va sifatli ish qilasizki, o'shani olib chiqasiz va sizda shaxsiy brend qurish osonlashadi. Yoki ikkinchi yo'l bor. Siz bitta mutaxassissiz, lekin qaysidir mavzuda, qaysidir yo'nalishda zo'r kontent qilmoqchisiz, boshqalarga zo'r konkurensiya qila oladi va oldinlab ketishga aqlingiz yetyapti va mana shunaqangi yaxshi kontent qilishga budjetingiz bor. Uni qiling yoki bu orqali yoki u orqali ijtimoiy tarmoqlarda haqiqatda yaxshi shaxsiy brend qursangiz bo'ladi. To'g'ri, bu men aytgan narsalarga umuman amal qilmasdan, hattoki siz o'zingiz mutaxassis bo'lmasdan yoki siz zo'r konkurensiya qila olmaydigan oddiy sifatsiz kontent ham qilib ham qaysidir ma'noda obunachilar erishishingiz mumkin, prosmotrlar erishishingiz mumkin. Lekin men va siz zo'r shaxsiy brend qurish haqida gaplashyapmizmi? Demak, bunda ikkalasidan bittasiga amal qilish kerak. Yoki siz o'z klubingizda, o'z yo'nalishingizda super bo'ling va o'shani olib chiqishni boshlang. Zo'r yo'nalish bilan. Yoki siz umuman zo'r yo'nalish yoki mavzuni topib, o'shani super tarzda olib chiqing. O'shanda yaxshi zo'r shaxsiy brend qila olasiz. Shu ikkala formuladan osongina foydalansangiz bo'ladi. Endi uni qanaqa kontentlar rubrika qilaman, qanaqa yo'nalishda olib boraman, Instagram yuritaymi, Telegram yuritaymi, YouTube'ga olib chiqaymi? Agar siz rostdan ham o'z ishingizdan va qilayotgan ishlaringizni ommaga ko'rsatishdan zavqlana oladigan bo'lsangiz, men bu narsada muammo ko'rmayman. Rubrika qanaqadir yoki qanaqa formatda yozaman, qaysi kameradan foydalanaman. Agar odam rostdan ham o'zining ishini zavqlanib, boshqalarga bu narsani ko'rsatishdan ham zavqlanishni boshlasa, ozgina yordam kerak bo'ladi xolos. Misol uchun content makerdan yoki videografdan siz chiroyli, yaxshi ovozlaringiz, vizuallaringiz chiroyli chiqarib yetkazib bersangiz bo'ldi. Qolgan narsani uje auditoriya kerakligi uchun qabul qilib oladi. Chunki sizni rostdan sifatli mehnatlaringizni ko'rsatib beradigan bo'lsangiz, qabul qiladigan auditoriya Instagramda juda ham ko'p. Instagramda o'zbekistonliklar 7-8 milliontadan oshiq tashkil qiladi. YouTube'da undan ham ko'p. Chunki YouTube'da televizorlar ulangan, yosh kattalar ham ko'radi. Kontent ko'ruvchilar soni juda darajada juda ko'p. Har kuni bitta odam o'rtacha 1 soat, 2 soat kontent ko'radi YouTube, Instagramda. Lekin content makerlar har kuni shu 15 millionga yaqin insonga 1 soat, 2 soat ko'ra oladigan kontentlarni chiqaryaptimi? Yo'q, albatta. Shuning uchun bozor juda katta bo'sh. Bemalol kontent qilsangiz bo'ladi. Yoki u yoki bu tanlang, pozitsiyangizni aniqlang, shunchaki boshlang. Oldinlar shunaqa qoida bo'lar shaxsiy brendda, iloji boricha ko'proq qiling, shunda bitta relsga tushib olasiz deb men uni tavsiya qilmayman. Vegaraniya bo'lib qolishingiz mumkin. Undan ko'ra kam qiling, lekin to'xtab qolmang. Misol uchun bir haftada bitta qilasizmi, bir oyda bitta dona video qo'yasizmi, farqi yo'q. Lekin to'xtab qolmasdan davomiy qiling. Shaxsiy brend bu kimlargadir yoqishmas yoki mashhur bo'lishmas, bu boshqalarga kerak bo'lishdir. Shuning uchun ham agarda siz rostdan boshqalarga kerakligingizni his qila olsangiz, mutaxassisligingiz jihatdan yoki ideyalaringiz jihatdan, albatta uni boshlang. Kameraga gapirishga qiynalsangiz, Telegramda qiling. Telegramda qiynalsangiz, YouTube'da, Instagramda farqi yo'q. Siz o'zingizga qulay bitta platformani olingda, bugundan boshlang.
Tasavvur qiling, bu sizni kelajak avlodga qoldiradigan kutubxonangiz, kundaligingiz. Mana shu narsani bir kun kelib sizni ilmingizni qadrlaydigan, siz bosib o'tgan yo'llarni qadrlaydigan odamlar o'qiydi yoki ko'radi. Ishlaringizni, proyektlaringizni yoki o'zingiz bosib o'tayotgan yo'llarni, ya'ni ingliz tilida aytganda journeyni hujjatlashtiradigan narsa bu shaxsiy brend. Ya'ni har kuni iloji boricha ko'proq like yoki podpiska olish emas, siz o'zingizga haqiqatda hayotingizda bo'layotgan o'sishni hujjatlashtirib boradigan platformalar, jarayon deb atasak bo'ladi. Agar marketing, shaxsiy brend, biznes, startaplar haqida sizlarga doimiy materiallar kerak va qiziq bo'lsa, mana Telegram kanalimga o'tsanglar, YouTube'da pastda qoldiraman linkini. Davomiy o'sha yerda har kuni deyarli postlar joylab boraman. YouTube'da o'z-o'zidan ko'p resurs, mehnat talab qilgani uchun har doim videolar chiqmaydi. Bir oyda bitta, ikkita chiqishi mumkin uzog'i. Lekin Telegramga obuna bo'lsanglar, aktualniy, tez-tez fresh informatsiyalarni o'qib borsanglar bo'ladi. YouTube'da pastida linkini qoldiraman. Salomat bo'linglar.